Bemorimizda 8 yil oldin burun to'sig'ini operatsiyasini o'tkazganlar, lekin burun to'sig'ida teshik paydo bo'lib qolgan va 10 gaymer bo'shlig'ida ham kista paydo bo'lgan. Bemorimizda nafas olish yaxshilanmagan, naborot yomonlashgan. Hozir mana ko'rishingiz mumkin burun to'sig'idagi teshikni. Mana qaranglar, burun to'sig'ida katta teshik paydo bo'lib qolgan va chig'inoli juda ham kattalashgan, nafas olishga joy yo'q. 10 gaymer bo'shlig'ida kista ham aniqlandi. Hozir mana gubkalarni qo'yib qo'yganmiz. Operatsiyamizni boshlaymiz va natijalarni ko'rsatamiz. Mana ko'rishingiz mumkin, shu teshikni hozir yopamiz. Mana operatsiyamiz nihoyasiga yetdi. Mana shu joyda katta teshik aniqlangan edi. Mana teshik to'liq yopildi. Burun yo'li ochildi. O'ng tomonlama kista bor edi. Kistalari olib tozalandi. Mana shilliq qavatlari saqlangan holatda gaymer bo'shlig'idagi kista top-toza qilib o'zini tabiiy yo'l orqali tozalandi. Va bu tarafdan mana loskut olganmiz, burun tubidan mana loskutni olib bu tarafga o'tkazganmiz burun to'sig'iga. Juda ham yaxshi turibdi loskutlarimiz mana. Hech qayt buralib qolmadi, hammasi chiroyli qilib taxlandi. Hammasi iplar bilan fiksatsiya qilindi. Xudo xolisa bemorimiz mazza qilib nafas oladi. Nafas olishda muammolar bo'lmaydi, burunga qattiqroq yig'ilmaydi. Kista sababli bosh og'riqlari xudo xolisa ketadi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.